Xudo xolasa blogini ham oldim. O'zi bu gilza yaxshi ekan, kolsaga chiqadi. Lekin kolsaga chiqsa ham motorni yechib oldim. Sabab arqa salnigini ko'ramiz, videom diskani ko'ramiz, korzinani ko'ramiz. Xudo xolasa. Keyin karterni ham qotirish qiyin. Yog' oqib yotadi. Mana hozir vijimnoyi ko'ramiz. Mana bu paddoni bor. Matiziki bo'lsa joyida almashtirsa bo'lar, Tikoniki juda qiyin. Juda qiyin. Yerda granata mishat qiladi. Mana bu balkasi mishat qiladi. Keyin yaqidan yog' oqib yotadi. Hozir kamgina ishimiz ko'paysa ham, Xudo xolasa chiroyli qilib olib, chiroyli qilib germetiklab, chiroyli qilib yopamiz. Shunda Xudo xolasa hamma narsasi joyida bo'ladi, yaxshi qotadi. Hech qanday prичина nima bo'lmaydi. Xudo xolasa mana motorimizni qo'yib yig'ib chiqdim. Hozir 20 minut bo'ldi. Hozir 1-2 soat zavat bo'lib turadi. Xudo xolasa keyin yana ochib turib, klaplarni bir sira yana tortamiz. Bo'ldi, Xudo xolasa shu bilan egasiga topshiramiz. Buni polni motorni yechib olib, birinchi videomda bor. Hozir bugun 3-kun Xudo xolasa. 3-kun degani motorni ochganimga 3 kun bo'ldi. 3 kunda yig'dik Xudo xolasa. Polni olib, kolsa almashtirib, polni nima kami ko'sa bo'lsa qilib chiqdik. Xudo xolasa motorcha mana bu yerda. Zavat qildik Xudo xolasa. Buni ishi bitdi.